Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Termiz tumani Gulbahor mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan 247-sonli konturimiz hisoblanadi. Bu yerda ekilgan maydon jami 10 gektar bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usulda parvarishlab, hozirgi kunda gullash mavsumida tarvuzlar gullab yotibdi. Bu yerda mana sug'orishlar tabiiy ariq orqali sug'oriladi. Bu yerga mineral o'g'itlar, hamma kimyoviy vositalar foydalanilgan holda tarvuz mahsulotlari yetishtirilmoqda. Ushbu yerda 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir o'rtacha 50 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Parvoz Omad MChimiz ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyihamizda gektarida 35-40 tonnadan jami 400-450 tonna mahsulot olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda ushbu ekin maydonini kengaytirish orqali dehqon xo'jalik daromadlarini oshirish niyatidamiz.